shu yerga kelibdir aka. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Bormisiz siz ham? Ko'rinmaysizmi? Bular yerda boshlig'im manda men. Ha, boshliqsiz-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Opa, charchamasizmi? Zo'r, Xudoga shukr. Hoppa, Umidjon. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Zo'rmi? Nima kayfiyatlar yo'q? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday mazali? Zo'r, o'z yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yashang. Qanday o'z mazalaringiz? Zo'r. O'zingiz qandaysiz? Mana yuribmiz-ku. Gumillatdilar-sizga bu yoqda? O'rtasida Ha. Assalomu alaykum, boja. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, hormanglar, charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? Qadding ketay, qadrdonlarim. Gazini bosinglar, mana biz ham gazini bosyapmiz. Mana bizga quyosh chiqdi. 7 ta kalda kallasi kuyapti. Kuyaptimi? Kuyapti. 3 kun yaxshi issiq bo'ladi ekan lekin. Ya bo'ldi, bizga sovuq bo'lmaydi endi. Ob-havo. Ob-havo. Bari isib ketadi, bizga qarshiga qish bo'lmaydi. Faqat qara sovuq bo'ladi. Ota salomatmi? Ota salendar deyapti. Ha. Ulama adashganga. Gazini bosinglar. Charchamayapsizmi, boja? Endi charchayman, boja. Kecha video zo'r bo'ldi-da bizga. O'chib ketdi. Qaytarmaydi. Endi bo'ldi, kechaki o'chib ketdi. Qaytarilar bugun balkim. Bojalar hurmatiga ham qaytmaymi? Ha? Kechaki zo'r bo'ldi. Bizda Instagramga hamma podpiskalar. Ya zo'r video bo'ldi. Bilmasam montaj qilishga tashladim, o'shandan keyin o'chib ketdi. Ha, o'chib ketdi-da bizga. Ya salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka charchamaysiz? Salomat bo'ling. Soqqol uyga ichib qo'ydim. Ichib qo'ydingizmi? Tang edi-da, g'isht tushirayapmiz-ku, mana g'ishtlar ham keldi. 9 ta g'isht keldi mana. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, sizlar ham kelibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Hoppa. Ko'tarilibdi-ku. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar. Chotki bo'pti, xudo xolasa sismalarni nima qilinsa. Mana aka. Akfalar o'ynalarni ham chotki bo'pti, xudo xolasa mana ishlar avjida. Assalomu alaykum yana bir bor. Keling. Keldik. Keldingizmi? Ha. Yaxshi keldingizmi? Zo'r. Assalomu alaykum. Daya, Yaxshimiz, qandaysiz? Amosa keldingizmi? Charchamayapsizmi? Mana ishlarimiz yurishda. Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana bugun quyosh chiqib turibdi, mana xudoga shukr, qor deymiz, yomg'ir demasdan hammasi ishlar qilib turibmiz, mana sovuq demasdan. Yashang. Xudoga shukr, mana ikki xonamiz bitadi bugun, xudo xohlasa. Ertaga sesma poysalarni qo'yamiz, mana xudo xolasa. Mana, xudo xolasa. Xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Bosuringlar o'laysizlar, mana teramiz. Bitta qalamizlar bugun. Ha, zo'r bo'pti lekin bu xona вообще baland bo'pti, birinchi etaj bo'lsa ham. Endi nima qilamiz o'laydi? Ha, baland bo'pti deyman. 3 metr bo'ladi-da. Past uyga yashab o'daman. Ha, endi bak 2 metr, 3 metr bo'lsangiz ham tegmaysiz, ha? Yeni balandda ko'r. Yiqilib tushmagan bu. Nima Umidjonning kayfiyati yo'q? Haylama, ikkita bitta olib kelinglar. O'zing sindirib kelyapsan. O'zini qilib keltirmanmi? Ha, bilmayman. Kechiring. Ulay sizga. Voy jonidan sizni. Kechiring ulay. Sal aka. Bilmayman-da. Buamiz yaxshi buva bu. Bojajon siz qanday ha? Xafa qilsam, ha? Yashasın mana. Niyatimizda o'lay boja. Shuncha mehnatimizni kuydirayapti deb ayla xafa. Kim xafa? Ha bu. Keling. Ben endi bu qator terayda. Aziz yurtdoshlar, kecha video chiqmadi Ota Salimlar official kanaliga. Lekin kelib video olinganda 42 minutlik video qilgandim kecha kelib.
montaj qilishga videolarni tashlagandim, o'chib ketib qoldi. O'sha tufayli kecha video chiqara olganimiz yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Ishlarimiz ham keldi mana. Shu bilan manimcha 0 bo'ladi, ha? To'qqizta kerak edi. Va pastdan nima qildi? Bir metr olavering. Dollar bo'sh shu bilan rachotmi qish? Yana kelami? Bu rashshot, ha, puli rashshot. Pul rashotda. Yana olib kelamiz. Siz nima ko'rinmaysiz erkaka? Endi ozroq dam olaylik. Qo'lli mazasi ruxsat qatnaydi. O'sha skuterdan nimadan singanda? O'sha nima bo'lib og'riyapti, dog'riq beryapti. Bo'ldi, tamom. Ishlarni bular tugatsin qani. Oxirgi yakunga kelasiz siz. Hali ish ko'p. Ish ko'pligini, ikkinchi etaj bor, ichi bor, hal zinna bor. Ish ko'p hali. Ish ko'p. 4 oylik ish yotibdi degan. Yo'q, to'raydi menga. Tez bitirish kerak-da. Hozir ishlar ham keldi mana, aziz yurtdoshlar, xudo xolasa tushirish ishlari ham boshlandi. Nechta keldi bu yoqqa? 5 ta qish? 9 ta. 9 ta. Ertalab ham 9 ta keladi. Yangi partiya. Yangi partiyami? Xudo xolasa mana ishlarimizdan keldi aziz yurtdoshlar. Ishlar avjida mana. Ertalab ham 9 ta qish kelgan ekan. Xudo xolasa mana hozir yana 9 ta qish keldi.